Botoks muolajasining nojo'ya ta'sirlari. Agar siz o'z mutaxassisingizga ishonchingiz komil bo'lmasa, unda shu tochkalarga siz qildirmasligingiz kerak. Ya'ni qoshdan 2 barmoq tepalikda qilish kerak. Bu qoshni to'z qilishini oldini oladi. Ya'ni qovoli tushib qolishi, ishib qolishini oldini oladi va dozirovka o'rtacha 40-50 единицаdan oshirmaslikni maslahat beraman, chunki bu keyinchalik bosh og'riqqa olib kelishi mumkin. Ikkinchisi, ko'zi tagiga, mana shu zonalarga botoks qildirmasligingiz kerak. Bu sizda har doim отек holatini keltirib chiqarishi mumkin. Uchinchisi, siz lab aylanasini shu zonalariga qildirmasligingiz kerak. Bu sizning labingizni doim xapalab bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Va buni tochkalari bor. Agar sizda shu holat bo'lgan bo'lsa, labingiz tushgan, har doim отек bo'lgan yoki qoshlaringiz tushib qolgan bo'lsa, buni ketkazish mumkin. Albatta, RF lifting muolajalari bilan, DMI muolajalari bilan bemalol ketkazsa bo'ladi. Agar sizda shunaqa muammolar bo'lsa, bemalol direktga murojaat qiling.